Buxoro shahri Buxoro City hududida joylashgan Santexh gaz montaj MCHga tegishli obyektda navbatdagi monitoring ishlari olib borildi. Monitoring jarayonida bir qator kamchiliklar aniqlanib, pudrat tashkilotiga bajarilishi majburiy bo'lgan yozma ko'rsatmalar berildi hamda ushbu ko'rsatmalarni o'z muddatda bajarilishi nazoratga olinadi hamda qurilish obyektida ishlayotgan barcha quruvchi xodimlarga texnika xavfsizligi talablariga rioya etilishi yuzasidan yo'riqnomalar berildi. Buxoro City hududidagi barcha qurilish jarayonidagi obyektlarda muntazam ravishda monitoring ishlari olib borilmoqda.